Salam, ekran oldidagi ko'rman do'stlar. Naq maydondagi ustozlar, shundaqla tomoshabinlar. Ushbu damlarda huzuringlarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' silish boshqarish chekti sherikti birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya tor universal san'at programmasi 7-qaror Vojun Yipak yo'li sadosi. Men riyosatchi Umidvor Mahmud. Xinjiang Vojun so'z chekti sherikti programmamizning tajdorligini oldi. Programmamizni Xinjiang miras sherikti alohida talab qildi. Programmamiz bilan Xinjiang Kamal so'z chekti sherikti strategik hamkorlashdi. Programmamizni Xinjiang boshbarmoq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat sherikti alohida qo'lladi. Xinjiang Ramnidar xalqaro so'z chekti sherikti programmamizga yaqindan yordam berdi. Navbat maydonga chiqadigan mayirimiz 9-numurlik mayirni sahnaga taklif qilamiz. Sahnaga chiqish oldi turibsizlar, hozirgi bir hissiyotlarni anglab boqgan bo'lsak. Hissiyot shunday yaxshi. Qolgan do'stlaringlarga, sabtashlaringlarga deydigan qanday yurak so'zlaringlar bor? Bizlar qolgan bolalarning orasidan Guanjun chiqsa qo'shilamiz. Bo'ldi hamsa, biz sizlarni orqa sahnada saqlaymiz, xayrat qilinglar. Jayo. Yaxshimizlar do'stlar, men Shafqat Erkin Taqalsumrangsiz. Yaxshimizlar do'stlar, mening ismim G'olib G'ani Taqalsumriyal. Men Xotandan keldim. Men Asso'sh Turpandim. Men necha yil burun Yipak yo'l sadosida yiqilgandim, yana bir qo'pay deb. Yana aslayım yeni kimni oyladım yani nimni yo'qotgan mıyım nasının börünü qaytqizg'um bu asligini meni kuni kunlarda amrat rasmi u kunlarning o'tkini mutasting kashta o'rladi so'g'uq shamolda paqina mong'anim amal yana aslayım yeni kimni oyladım yani nimni yo'qotgan mıyım nasının börünü qaytqizg'um bu asligini meni kuni kunlarda amrat rasmi u kunlarning o'tkini mutasting kashta o'rladi so'g'uq shamolda paqina mong'anim amal Xetim ko'rib olay iliq chirayimni Udul ketdim demidim bir qaray kunlarni sanab bir ko'rib olay Dertlerim, gamlarım, tamlarım esimden çıkmaz Sen her vakt kempit, her vakt tatlık dep oylaydım bir vakt Gözümü görüklik, men ığlık, menin güzel saatim Kepinekläp, moldan puçuplap, molap kalıp düşken kardak Hey, what's up? What's up, Francis? Hey, yeah, yeah! 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 Hey yarım gül yare, yüreğimde bir tane Uzunluğa düzdeymişsin dillerimin dildare Hey yarım gül yare, yüreğimde bir tane Uzunluğa düzdeymişsin dillerimin dildare Mahallemde güzeli bu bayna kızım Okşamayda kardeşleri aynımızı Uzaklık sizi ve uzkeninizi Şükucunun dokuşunu saklaydıdım Hey biz çakanda bana köngünüz var mı? Çıpkalı ilişkilimiz meyliniz var mı? Utay dokanda sizin perdiniz var mı? Hey sizde kendiriş kepep Makul desem makulda yak desem yak Güzelse sevgimizge çörü bulup bak Sen şu benim könlümdeki güzel perizat dey Men hiç aldırma sana sözüm var Kel güzellik kel yenimge kel Benim yenimge gelsen hemen ese tel Ayımayma sen dile hiç deminim Benim yenimde fakatla sen Hey yarım gül yare Yüreğimde bir tane Uzluğuna gözdeymiş
Kaldı ben işkanda dette şuna menin ötküm yok fakatlıcak Ne bu bana senin cevabını dep Yaki bana güzeldi yeni birini teppe Bir yerime gözler adı ben bağ meni gözlerimde Oğuşakla sen bağıra sen beni red kıma Çünkü yanında menek biri Bağma Rap oynayla biz bugün oyunu fakat koymayla biz Rap oynayla biz Göremezse sorunu kapamayla biz Rap Könlümde orbama Gözlerim sana teşna Könlümde sen durma Ey yarım gül yare Yüreğimde bir tane Uzluğumda gözdeymişsin dillaram dildare Ey yarım gül yare Yüreğimde bir tane Uzluğumda gözdeymişsin dillaram Hey yarım gül yare Yüreğimde bir tane Uzluğumda gözdeymişsin dillaramın dildare Hey yarım gül yare Yüreğimde bir tane Uzluğumda gözdeymişsin dillaramın dildare Rayonimiz Karxan sahasida oldin qator turadigan Xinjiang Hojun Solchas şirkati Hojun xortamli gazliq ichimligi mahirlarga omad tilaydi. Yaxshimisizlar ustozlar, yaxshimisizlar. Do'stlar, biz rang yarab ko'ribsiz. Men rangsiz Shafqat Erkin. Yaxshimizlar ustozlar, ko'pchilik. Meni ismim G'olib. Aqso'sh Turpandan taqalsum real biz rang. Wow. Rangsizlik siz ne deyip ranglik olapsızda hem de Şapkat'ta. Hazır neyim kesip bilen şug'ullanasizlar? Ticaretçi hazır. Hammamiz tijoratchi bo'lib ketdik. Bularni hozir butun Shinjonglik yoshlarning hammasi tunaydi. Bizni tunimaydi, mushlar tunaydi emasmi? Feyzi. Xo'sh. Şapkat ne biz yaxshi bilamiz. Şu rayonimizda alqış yaxshi. Yaqindan devletimizning cho'ng programmalarida mı bizning shu rayonimizdan baqa rapchi bolalar xili Yaxshi. Izchil turdi shunda bo'tida. Meni o'g'lim to'liq rap qiziqdi, hozir men rapchi qilib tarbiyalash qaroriga keldim hozir. Nima demak shunda olgan? Yo'q, boshqa gaplar emas, ko'nglimda gap dedim emas. Talashish boshqacha emas. Bizning shu rayonimizda shunda yosh bolalar chiqaroq chiqsa biz qo'llaymiz demoqchi adam. Feyzi. Men rapchi bo'lib ketaymi deyman. Ikkimiz gapchi bo'lib tursak ularga kerak. Fransiz. Men rapchi bo'lib ketaymi deyman. Sen meni ko'rapman kel demoqchi-ku sen hozir. Ma rap qo'y, menga tushadigan usulliq bir xil. Katta talishni boshlab bo'ladimi? Ha, boshlab bo'ldinglar. Bularga sen gap qilamdi. Men tunayman bu rangsiz degan fikrni. Lekin men aytganni bilgan anglab boqishim. Ancha-muncha to'yingda hozir uchrab turdi-ku bu bolalarning. Abay makamil fikrim degandek memleketimizning ichidami shu misha Bağan Uyghur balalar bo'lsin, boshqa millatdan bo'lsin, natijasi yaxshi bo'lyapti. Shunga sizlarning bu hamda mushtaq mamlakatga sirtqa texmo bir natijalik bo'lsa deb o'ylaymiz biz. Shunga 5 yilimiz o'rilibdi. Qag'inni o'zingiz qarab hamda. Usul. Xo'sh. Odila bunday demaydi. Men birlig'izga qilma, azmonglar. Yetarli. O'zinglar. Lekin Gonçal Musoba Juma Odilaning guruhida Hechnim bo'lmaydi. Hammasi o'zining o'zligi bilan, mahorati bilan, o'zining aloyligi bilan turdi mening mayli. Ha, unda bo'lsa. Hozir menda qarashapti. Hech kimga o'xshamaydi. Bizning hozir uchaylarning soni to'shaqliq degina, balkim xabaring bormi yo'qmi? Hozir Polatkan bilan Zoirning soni to'shaqliq emas. Hozir mening samimiy nimamda. Polatkamnikidimi rapchi balla bor. Adilanikidimi bor. Hozir Zoir uchimizniki yo'q hamda. San qulaylik yeri bizni tanlaymiz desang, pikiga tushsa. Ammo Zoir do'stimni tanlasan, hozir pikimi yo'q. Manda bo'lsa hamda. Bular pikdan qo'rqib qolgancha rayamiz. Yanmaydi. Pikdan qo'rqib, manda bir guruhga kirsim, keyin tushyapsiz bo'ladi. Pikdan qo'rqib, ma'lum bir bexatar rayonda Anchon balbag'damda rohat balbag kirib ishini tutib o'ylab olgan. kelegdik, ko'ngilda o'ylaqliq ular. Aha. Ma gapning vazini ig'ir turgan Polatkan bir xil. Biz jim tursaqlarda shu sal vazini ig'ir chiqib qoldi ma gapning. Sizlar to'rtanglik oqshom meni o'ylab keldimi bularda? Ammo bek peyza, bir xil degandilar. Nada? Xotandan. Xotandan a? Voy buni. Ya menmi yerim xotanlik bo'lib qoldim juma. Asas seni ko'rdim musulmon ekansan. Tunigan g'oljilik degan juma. Ha, to'g'ri, xotan yo'qol bo'ldi. Xotan yo'qol emasmi? Ha? Nima bo'ladi? Shunglashqa deydigan
Hem küçük olsam ahırda bir kız gelip koy. Ya birinchisi başlandı ha mana bu gapga. Ramlidar Xalqaro savdo cheklik şirketimiz rivayet grubumuz seni kızgın karşı aladı. Ama bütün gücümüz bilen, bütün vücudumuz bilen, bütün yürükümüz bilen İpek Yolu programımızı arkalık mana riştimiz bağlandı desek buludu. Ondan keyinki yollarda kolumuzdan kelişçe hayatımızdan ahirgacha çokum kolumuzni çın tutuşup yürükümüzden ahirgacha bilim manalayımız dep men kepillik qilib hem şeyde. Yaza kepilnamangni. Ya bu yigitning so'zi qasam dedi. Şuna iş ustazniki rap grupsida odam borki, asli men Adile muallim tanlab Gansam olsan shalvitay deb o'ylagan edim. Ularla ki oynaymiz biz Bizning Gansam olsani adli chaqlab qapsizlar. Hech bo'lmaydi, baribir tushsizlar pekiga. Gansam olsan siz Polatkamni ko'rib kim qo'ppapti. Ishimg'ani Gansam olsadan men bor. Ransiz, yanma. Shu. Yanma. Mayli kebab yang, mayli xogo yang, mayli mayli qiza yang. Vojon g'o'rtamlik gazliq suyi. Bir yilning har faslida bahuzur iste'mol qilsangiz, ixtiyorsiz vojonni deb qolasiz. Vojon g'o'rtamlik gazliq suyi. Bo'ldi, Zoir kam tanlaymiz. İpek yolu sadasın, suygunun yok çigrasın, kuş havazla seydasın. İpek yolu sadasın, İpek yolu sadasın, suygunun yok çigrasın, kuş havazla seydasın. İpek yolu. Az ko'rmanlar, Zoir Abdumid ustozning Ramlidar rivoyat guruhining mayir sanimi 10 nafar yetdi. Lekin Zoir ustoz davomli o'zi mayil bo'lgan mayillarga o'rnak aylantirsa bo'laverdi. Unda bo'lsa, musobaqamiz davomlasin. Zoir Abdumid ustoz Ramlidar rivoyat guruhidan İlyar Nuri, Ershad Jura, Aliyar Baxtiyar, İlham Mamtuman, Merdan Turg'un, Mehrigul Sami, Rizvangul Qurban, Umidjon Qurban, Dilmurod Talat, Rang rap guruhidan Shafqat Erkin g'olib qani. İpek yolu sadası. Növbətdə səhnəyə çıxmaqçı bolğan mayirimizin numeri 194. Yao Joe S. Qani səhnəmizə mərhəmət. Mübarək bulsun Fərida, mərhəmət. Aldı bilən İpək Yolu Sadası proqramımızın mahir bo'lib tanlanğanlığınızı qızğın təbrikləymə. Hazırki hissiyatınızı bir anlap baxsam. Hazır shunchalik hayajon ichida. Tayyorlig'ingiz puxtimi? Puxta. Omad yer bo'lsin, oq sahnani saqlaymiz. Xayrat qiling. Marhamat. Salam ekranlardagi do'stlar, men Birtala shahridan kelgan mayir Farida Nurdin. San'atga bo'lgan o'tdek ishtiyoqim bilan İpek Yolu Sadasiga qatnashish uchun keldim. Birinchi qaror İpek Yolu Sadasi programmamiz qo'yilgan vaqtda men 20 yosh edim. Shu chog'larda İpek Yolu Sadasi qatnashish ideyasi menda tug'ilgan.
Meyzenge çıkıp sen yer tüvenge kara yer tüvenge kara şigimden kulağa öttüm leyl gün bulbulum bulup sayrap şigimden kulağa öttüm leyl gün bulbulum bulup sayrap Tarım derya boyida içilip bu kızıl gül içilip leyli Könlümdeki yarımga tutay deste kızıl gül tutay deste kızıl gül Acaba borşaptı bu tığaç üstten boyda boğaç üstten boyda boğaç Arzuyimizga qandoq mes tam qo'shna yaqin boğaç tam qo'shna yaqin boğaç Osmonimda ay bo'lib timi alamni teng ko'rsan timi alamni teng ko'rsan Piyolimda choy bo'lib lavlaringni kuydirsam lavlaringni kuydirsam voy lavlaringni kuydirsam Rayonimizda serkertlik rol oynayotgan miras chekli şirketi Mayırlarga Ahmet tilaydi. Ya sen turib ketsan o zerke pırxil. Ye. Qarasın zerikti de men mirasdan latyalarını Ya mama doyun veşi xoğu bu. Bu bek teyze qara çoğun kichik ishki qolib chiqdi tetib baqa shundan aqsa. Men miras latyani biz naqshi yetib zeriksam yevatimiz hozir. Ma ochiqga ma ya. Pishgunlikka. Fezika bumi bu. Salam aziz ustozlar, salam do'stlar. Men bo'lsam Birtaladan kelgan Mahir Farida. Farida, Xush kelibsiz. yaxshi kelibsiz. Rahmat. To'g'ri o'rilish bo'pti. Ha. Navbatdan shu oqchiroq gap qilsin. Xudo bo'yicha men gap qilay. Farida o'zingiz nima ish qilasiz bir tafsiliy deb turgan. Nima ish qilasiz degandek. Men o'zim yasli o'qituvchisidim hozir. Farzand tarbiyalash uchun ko'proq hamroh bo'lish uchun dadasidan xizmat aldirash bo'lganlikdan uyda hozir. Jibo ashqash. Jibo qilib, ha. Jiboda naqshlarimni aytqash. Uyda. U eng yaxshi kasb. Bal tarbiyalashdagi yaxshi kasb ama. Men nima ish o'rlaman degan vaqtda Leylugul degan naqsha biz sana shu yerda o'qiydigan vaqtda o'qish bitirgan vaqtda beradigan naqsha bu. İmtihan deydi. İmtihan deytimiz. Aş Leylugulni aytib, Yaruni aytib imtihan beramiz. Shu naqshni yaxshi aytib olsak, anan keyindan ma'lumimiz, nomerimizni qo'yib, bizniki biyejingimizga alayli taqshirgan naqsha. Leyluguldan boshqa naqshni aytgan bo'lsa, balki men o'rmasligim mumkin edi. Shunga shu naqshning o'rimiz uchun, anan keyindan o'zining purqida yaxshi aytganlik uchun o'rildim. Endi yana bir bosqich borda. Bizning ayada 10 bola var. 10 boladan siz birini tanlab, shular bilan musobaqa o'tishsiz. Taylingiz bo'lib, ash bosqichda o'tib qolsangiz, bizning Kamal guruhiga boshchilarni kiritasiz degan gap. Aldin eskert. Aldin eskertish.
Bugungi naqsha aytish ifodingiz alayda yaxshi bo'ldi. Shaxsan men qoyil bo'lganligim uchun sizga o'rindiq aylantirdim. Men ham shunday o'rilgan batdi sizga. Endi o'rlay deb tursam, xo'ja o'rilganda yigit deblam. Xo'sh bo'ldik qanday? Xo'sh bo'ldik. Chunki qilib qolmaskan deymiz-ku. Meninkimi to'shib ketdi. Hammamiz işte. Hammamizning bir shu hissiyat deyman. Qolgan ustozlar vakolatdan bularning hissiyatini tanlab etdim. Unda bo'lsa, bizning ash Kamal guruhimizda bizning tanlab bo'lgan 10 nafar mayirimiz bor. O'zingiz qarab, o'zingiz ko'zingiz yetgan, o'zingizdan pikilish oladigan eng kuchli mayirdan birini tanlab olsangiz bo'ladi. Semizni tanlamsiz, urug'ni tanlamsiz. Eng oxirida o'tag'imiz do'stimizni tanlaychi. Unda bo'lsa, Vüsal nomi degan naqshni unda pesin. Bo'lmag'in mendin bizar ketsam kilarga yo'lmi yo'q, ketsam kilarga yo'lmi yo'q. Tamirib bag'rimda kakkuk sayrash qibrat yetmedi, sayrash qibrat yetmedi. Әмсе, мен халық нақшылардан диққан балсы деген нақшының бір білгіні айтып берей. Сені дейма, вай, сені көмей үләмен ма? Сені дейма, вай, сені көмей үләмен ма? Seni gömey ülep kese vay, muradımga yetemem vay bana. Yatta. Hoşuna olsa, hoca Ustazlarımı anladı, mayırlarımı anladı. Hem de bugünkü basqıç asasen piki basqıç bulap mağdur şundağı o. Ama yok hem de ikisinin birisini ep kalımız. Belki yılı birdemdeki bizden baladım nurgun balalar çıkıp yetiş mümkün. Envercan demeye yani davamlıq terbiyeli olsam buldum. Benim işxanamda 360 gün var. Peride belki biz bilen ya 2 ay ya 3 ay. Belki musabık tüküçe buluşum mümkün. Şuna Envercan'a bizde terbiyeleniş pürüstecek. Şuna Envercan inim yol koydu bir kıtıma. Mübarek olsun Peride. Resmi mahir oldunuz. Verip aldırsanız buldu. Gani merhamet. İpek yolu sadasin, süygünü yok şigrasin, kuş havazla seydasin, İpek yolu sadasin, İpek yolu sadasin. Hoş Envercan. Sizden yan fırsatınız var. Yine başka 4 ustazga 5 saat vaqt verildi. 5 saatın içinde yine tallaş hukuk buldu. Onda kalsa tedbir sanak başlandı. 5 4 3 2 1 Nəhayət əfsusnarlıqı. Bu fürsətni qo'ldan ketib qolgan bilan, lekin bizning Ipak yo'li sadasi programmamizning yo'li sizga har vaqt ochiq. Qani unda qolsa o'zingizning ko'ngil so'zlarini bir ustozlarga da'vogan bo'lsangiz, qani marhamat. Shu Ipak yo'li sadasi programmasi orqali meni kichigimdan beri cho'ng qilgan ota-onamga, uningdan keyin barcha urug' tuqqanlarimga, uningdan keyin meni davomli mush kasbda tarbiyalab, davomli madad berayotgan ustozlarimga hamda ustozim Faradxoniga ko'pdan-ko'p tashakkurlarni aytaman. Sizlarga rahmat. Rahmat, sizga rahmat. Bundan keyingi ishlaringizning to'liq to'liq bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Qani, ustozlar bilan ko'rsangiz bo'ldi. Marhamat. Miras ochiqlari o'zgacha esil tam, materiali alayda tayyorlangan. Ochiq ichida huzur ichida lazzat. Har tishlaganda ochiq tamning lazzati ham sajgungizni o'taldirdi. Ham sajgungizdan larziga soladigan lazzati cheksiz miras ochiqlari. Tanlangan ziroat, toza burchaqlar, quvvat yemish, shifoliq retsept bilan tayyorlangan. Saharda bir qacha ruhli bir kunning boshlanmasi, kechda bir qacha harduq ala. Miras, qora kunjut, qizil burchaq va jag'day qo'noq umashlari. Mana bosna be. Atıştırdı. Seni gülge
sen. Leylini güzel dedim, Leven dedim. Leyli'din mi sen güzel? Ben gitmez ünlürüm, köylürüm. Sen için etsem gazel. Ben gitmez ünlürüm, vay köylürüm. Sen için etsem gazel. Seni gölge okşudan buldum ezel. Her ise kalbi kışıp oynayla. Sen usul pervanse. Seni gölge okşudan buldum ezel. Her ise kalbi kışıp oynayla. Sen usul pervanse. Çan çıkırıp, dan çıkırıp. Sen usuldan naz bilen. İkimizin kalbi bir, bağrı bir. Elin gözü saz bilen. İkimizin kalbi bir, vay köngli bir. Elin gözü saz bilen. Seni gölge okşudan buldum ezel. Her eser kalbi kışıp oynayla. Sen usul pervanse. Seni gölge okşudan buldum ezel. Her ise kalbi kışıp oynayla. Sen usul pervanse. Teyze. Samasasam terlisem, çögülüsem. Tuyulmusun uyundek. Yürek ki yüreksen, yüreksen. Aylınıma kuyundek. Yürek ki yüreksen, yüreksen. Aylınıma kuyundek. Seni gülge okşudan buldum ezel. Her ise kalbi kışıp oynayla. Sen usul pervanse. Seni gülge okşudan buldum ezel. Her ise kalbi kışıp oynayla. Biz usul pervanse. Biz usul pervanse. Cəsur yigitlərinin aldın tanlışı bulub kelayotqan Şinjan Kamal Xalqara Sol çerkti Kamal kiyim-kechakları mayırlarga omad tilaydi. Ay bugungi to'yimning kiyim-kechish to'ylashdingiz. Bunun kiyishini tez bilemedim Cuma. Qarsomiylik Kamal markasiga kestollarning yangi nusxalari chiqibdi. Shunday yarishimlikka. Bo'lmasa ashnadan bir shukur akilaylimi? Mayli, shunda qilaylik bo'lmasa. Hamma qilmaymanmisiz? Salam. Qalb törimizden o'rnagan aziz 5 ustozlar. Shundaqla ekran oldiga aziz ko'rmanlar. Men Ro'za Azizdan hammalarga sig'inib, egilib salomlar bo'lsin. Qarshi olamiz. Shu necha kun sizlarni bek jafo chekdi deb mayirlarga bir ilhom bo'lsin deb mush naqshamga keldim. Bu naqshamning ismi Usul Pervanesi. Şiiri, köy şiirini ustozimiz Muxtar Bug'ra efendim yozgan. Ahangni mana Hojimat Qurboy inim o'zi ishlagandi. Men o'zim aytdim. Sanma. Şükünnoz nimda kelmeye gelsek muş naqshini tayyorlab qilan bir olib so'rab kelib qo'ymadan shuni tayyorlab qilan bo'lib ekan sizlar. Men shu mush bitmay. Mushlar oldinlar ekilalamdim deb. Endi mashina
bu Roz'ning usulluq naqshlarını işqib, ochiqaliq ahanglarini bir xil o'zining yerlik şivsida bir ovozining bir yerlari shunda tetiydi menga. To'ydim o'ynamabdi men bunchalik usulni. Ahlayli degan naqshini shuni amroqdim shu usulluq naqshlarni har qitim olsam usul o'ynag'im kelib ketdi. Aslida Xo'janing ijodiyatlari ekanda, va bizning Xo'ja ustozni. Yaqindan shu Xo'jamiz usulluq naqshlarda Dağınçı kırıt barı icad edilmiş. Ma usulluq naqshini pek chiroyli. Men usul o'ynab chang'ish qilib barım dememiz. Chunki Muxtar Buxoro ustoz menga usulga eng tushadigan tekstlarni menga beryapti-chi. Ya, ish qilib buning foydasini Roz ko'ryotam deb deyman. Ras. Endi ijrosini hamma Roz beryapti-da. Beryapti-da, endi buningda vafo kelam kelmamdiki uni. Rahmat adaş, xush kelibsiz. Ro'zlarimiz ham davrdosh. Rahmat Ro'zi. Ovozingizga datpamisiz? Hammalarga shunday xushallik, xotirjamlik yor bo'lsin. Keyin qolgan mayirlarga davomli ilhom bo'lsin. Yaxshi naqshlarni o'rinlab, shu 5 ustadan davomli o'rgatishinglarni chin dilimdan umid qilaman. Rahmat, yaxshi bo'lsin. Salomat bo'l, rahmat. Men bir oshiqman. San'atning oshiqiman. O'rganishdan o'rgatishgacha, o'rganguvchidan yetakchi bo'lishgacha qalbim oshiqlikdan, qadimim izchillikdan yenib boqmadi. Bu yükselish jarayonida orzuimning kamal topadiganiga ishondim. Chunki men kamalni o'zimga hamroh qildim. Kamaldan ham ishonch topdim. Kamal kiyimlari yigitlik tadqiqomatingizni namoyon qilib, mendek har bir orzu egisini kamaliga yetkazadi. Növətki mayır yo arçisen 1273. Salam görürmənlər, salam hörmətli baxalğıç ustazlar. Həmmanlarga mən Südün Qorğasından kelgan Zahir Tayırın otluq salam, ali ihtiram. Mening bu qitim İpek yoluga kelişdiki maqsadim bolsa, üzəmdəki arzuçuluqlarni to'liqlab, ustazlığın yaxshi bahosiga erish uchun keldim. Mən kuzam bilen gülge qara Ülküm yok ötmedi qaldın şarab Ülküm yok ötmedi qaldın şarab Ayğımay tutsam yenimğa keldi ay Yandı sayem kalmadım yalğız sıra Ayğımay tutsam yenimğa keldi ay Yandı sayem kalmadım yalğız sıra Velkin ayının levi meydanları Koymadı sayem muhalını sorar İkisi hemrah desem çağılıp işken Ötkidek ömrüm bakarsız bek harap Hemrah desem çağılıp işken Ötkidek ömrüm bakarsız bek harap Nakşa etsem tulğunar asmandı ay Çekdim sulğun
sulğusayım ızdırap Nakşa itsam tulğunar asmandı ay Çekidip sulğusayım ızdırap Saklı vaxtıda sır dişip yürgen bilen Mest bolup kalsak giderkenmiz taraf Sak vaxtıda sır dişip yürgen bilen Mest bolup kalsak giderkenmiz taraf Bəxt üçün asmanğa çıxsam bulğudək Tartıqca tənha yürüb bunca azab Tartıqca tənha yürüb bunca azab A'la sifatlik un maylari bilan hammamizga sog'lomlik ato qilib kelayotgan Şinjan Başbarmaq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat sherikati mahirlarga omad tilaydi. O'xshash ishga turibdi-ku. O'xshashgina nima Başbarmaqning yong'oqmay ekan ma'vo sizning shumi ya? Mening shunga o'xshatdi, ishini bir ichib baqayli, o'xshashmi emasmi? Men bir achay buni ustini. Mushuke. Ha, mushu, mening mushu. Bu Başbarmaqning yong'oqmay nayt yaxshi chiqdi-ku, shuni o'yitkilam kunab qoldi buningga. Ishkilimiz uyga borib o'yitkilimga xo'sh qilib o'tmaylimi? Anamsi. Salam ustozlar. Men Sudon qo'rg'asidan kelgan Zahir Tayirdan hammanglarga o'tib salom. Yana tushdi. Zahir ekan qarasizmi? O'zing nima ish qilsa, shuni bir tafsiliy deb aytganimda. Men odatda shu kech klublarda ishlab, anjumuncha muzik ishlab u bu degandek shu ish bilan. Necha kirding? Bu yil 21 yosh kirdim. Wow. Hayır. Ovozi o'xshaydi, lekin siznikidek toza pishmabdi, lekin bu böyle yoshda. Kichikdan. Ha, biza tarbiyalayapsiz. Degan siz bardigan yerga siz bormay bu. Hozir tarbiyalayapsiz, demak tarbiyalayapsaq deb turayli. Gap qiladasiz. Men gap qilayman. Kichik bo'lsam-man. Inem. Avval Naqshanga rahmat. Komilga o'xshash 100% to'liq Mında etamagan bo'lsam, lekin 90% opading, ha? Shundami qan balla? Rasga qilib qilib. 21 yoshga kirgan bolaninki mushunchilik jur'at bilan chiqib sahnada hissiyatni mushunchilik to'ldirib naqshi etmiqi oson emas. Chunki bizmi bu sahnalarga tunji qatim chiqqan vaqtimizda 28 yosh vaqtimiz bizniki. Seninki g'ayritinga abrin Naqshanga rahmat. Rahmat ustoz. Isel Bekpeyzi. İsming Zahir ekan. Mening ismim Zahir qara. Qanday qaramanma? Ammo chiroyimiz. Sening tuniga Zahir shaqti-ku. Ha? Tuniga Zahir shaqti deydi. Ya mujrim keyin shunday qilamiz. Shunlashqa demak shu o'g'lim sen Sudondan kelsa qara. Mening opam Sudonda. Taraflarimizdan o'rtaqligimiz bor. Başladan mı tanıştınız? Ya men hammaga bir yig'ishtirib beraman. Jiq tarafda o'rtaqligimiz bor. Bizningki Ramlidar rivoyat guruhimiz seni qizg'in qarshi oladi. Endi qog'inini ketib bag'ash deyishib olamiz. Rahmat. Rahmat. Hozir 5 yilimiz o'yrildik-ku. Birinchidan men bakli o'xshayotganman, yengsaran vava Kamil meni aldım kelgan senchilik vaqtisi. Ya bunda senchilik vaqtini borgan biz shu idoraga. Shu senchilik vaqti. Hozir masalan 18 yosh. Kamilkanni deb kelgan bo'lishim mumkin. Ammo hozir asosan mazayrim dedi hozir 90% yetib bo'lsan. Endi almashtirib baqsang bo'ldi. Muhitni-chi. Masalan qaysimizni qilishi bo'lsa, muhitni almashtirib baqsang, endi Kamil bormi şeyda. Qag'in o'zing o'ylash. Mening gruppamda sizdek bir ovoz kam. Bu Mayirimiz Zahir bizning gruppamizga kirsa, bizning qilmoqchi bo'lgan ishlarimizga texmo bir esil bir asarni elib chiqishimga mening intayin ishonchim bor.
Әмді әлбәт сіздің разылығыңызды алған әйхвал астыда. Mene bir sual sorun kevatida bu şeyde. Mada. Siz Kamilkamni tunumasdimi burunmi mush ovozni naqsh aytamdingiz yoki Kamilkamni tunugandan keyin Kamilkamning naqshlarini mush ovozda aytamsiz? Burun müştahatta avazım. İşte bu qaptı kemme. Hani kendin rasmen şu Polatkamning fikriga qo'shilma. Sizde ma'zur ma'voz barkan, balkim sizde burun o'zingizning bir ayrim yengso'si bor. Ma'nodamda biz bu yerda anglab turdik, Kamilkamning naqsi bo'lganligi uchun yana azroq zo'lab do'rashmi bachom yerda. U tabiiy ahvol, zo'lab nima desangiz bir ma'lum bir naqshini aytib ovoz o'qishdim deb azroq bir do'rash bo'ldi. Odamdan chiqadigan tabiiy hissiyot. Shuning uchun ham sizni biz ma'vozdan boshqa yana bir uslubda tarbiyalab beqishingizni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Arambe'yi duyib boqamsiz ya. Uni biz keyin ketib qolgach o'zgartib olamiz. Rahmat ustozlar. Men tavsiya qilganlarga tashakkur. Ikkingiz gap qilay. Shunaqsini ijrosi bo'lgandan mana. Siz gap qilsangiz jimjit o'kdimiz, u gap qilsangiz. Oldi bilan gap qilmang deb turasiz. Aniq o'zim eng yaxshi ko'radigan o'zimning ijodiyati bu. Men ijodiyat yo'liga men ijodiyatchi emas, lekin ijodiyat havas qilg'ichiman. Men uyda o'tirib 1,5 minut ishlayotganmish tekstni qarab turib ustoz Imin Ahmad tarjimasi bilan davlatimizning eng danglik shoirlaridan biri bo'lgan Libayna. Yaxshi asar. Ha, tekstiga. Şundan bu zahirni men 3 yılın aldıda görüştük mükemmel. 3 yılın aldıda süydüngü berip bu fikam bilen görüşüp kaldım. Ben bir uyan koyaş sebep bilen berip. Çıktı bu vakti 3 yılın aldıda 17 yaş 16 yaş 18 yaş vakları oldu. 17-18 şu vakti berip. Burun köygen de. Biz bilişimiz. Lekin bu musabaka katnaştım deyin gapni qilmadim mana. Rast gapma. Men keldim aka deding mi demeding bana? Yuqori kelgan. Men qatnashima degan bu. Qatnashay degandan desa men o'zim to'sqandim. Sen kichik fikam. Berip bir kadın sadece bir şalını götüp kazan sana daha cevap yapıp kalmasın. Sel çoğun ol deyişip akşı uyanıkla bağındaki bunu sahneye çıkıp ben mikrofonu tane tutup ikimiz şu aydan ben iştigen nakşını etkan. Yakından zandım bu şu cık doğruladı mı bu doyunla da hele yakışı bulan hem de. Hele kovalap menalık şaşırdım ben hoş rahatın dikkat duralım. Fikam manda klaslar değişmedik. Andım şıkışıl ötkendeki hazır karasam başka nakşılını mı bu hele üzerine uslubu elip kilip mağalaydığı alet kilip kala tecrübe toplatıp bu inim. Şu bugün şuna ataytın kepse sana rahmet eytimiz. Bilememizin grupsu tuşaklık hazır. Tuşaklık bolsun hem de fikir düşmezsen yani akan devamlı teyyamına mine yanımda bolsan bana ergeçmezsen sen mengü benim inim sen. Mengü ona biz o değişip olan gaplar bu. Doğrusu. Mengü sen benim inim bu. Platakamdan aşık sana bak. Şu hem de sen hem de devamlı ben bile ergeçmezsen desen ona akan teyya. Hem de zahir akan digendek, Polat akan digendek, Hoca akan digendek. Muhit almashtırıp bakaman desen ama bu yerde acayip min tollumudun cuma daydıgan biz ma yaş balla herkes biz ondaylık köngül ağırık kılıdıgan. Şu devamlıq o sen başka grupa kessen yak benim tutsan biz öşmelleşidigan yak yaman niyet buldu şu sen devamlıq ben bilen menge bilmağda inem sen benim kalbimdeki şuna bu ihtiyar üzəngdə muşun akşamdan bir şey sənin et çıqqanlığından intayın xursam ben. Rahmet sana. Sen etkileme. Özün uylığınız var. Aldı bilen meni arkamdan qo'llab kelayotgan ota-onamga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Misal. Menimki oxirgi qarorim bo'lsa Zahir Şah Ustaz. İpek yolu sadasın, suygunun yok şigrasın, hoş havazla seydasın, İpek yolu sadasın. Aşk kızın tallay. Elşat üstünde adam böyle. Ha, keşke etmez. Rızvan Gül. Nasıl nakşamıgan modern xanni. Etay. Etay, korkma ya. Yarım bileni kiyemez can cinem acnim ey ayare bir meliyedi çoğun bolğan can cinim ey modern xan. Endi men
Mahmud Sulayman ustozniki Yulduzum degan naqsini aytib baqay. Faqat qoldi shirin xotira sen yorimni suygan chig'imda chiroyli bir xunchini uzdim purdim baxit kulgan yoshlik chig'imda qoshlaringni oydaymi gulum ko'zlaringni tongdiki chulpan bo'ldi. Аңа талышыңыз. Meningcha, müşahede o'tlagan, japa chekayotgan ustozlar bo'lsin, müşahede xizmat qilayotgan orqa sapdagi birodarlar bo'lsin. Hammalarga men demisammi, hozirgi PKning natijasi sizlarga aydın bo'lib bo'ldi-ku deyman. Shunlashqa men shu sizlarningki ko'nglinglardagi qarorni o'zimningki azroq his qilganim bo'yicha e'lon qilib bersam, men vaqtincha Rizvonguldan kechirim so'rayman, lekin Rizvongul, siz bizningki guruhga tanlandingizmi? Siz agar sizlam xohlasangiz, biz qachonda bo'lsin siz men sizdan cho'ng bo'lsam aka desangiz, kichik bo'lsam ukam desangiz, qo'limizdan kelishicha mush kasbdilam siz bilan qo'limizdan kelishicha siz uchun xizmatda bo'lishga men tayyor. Rahmat aka. Muborak bo'lsin Zoir. Siz Ramlidar rivoyat guruhining muhim a'zosi bo'ldingiz. Ustozlar bilan ko'rishayotgan keyin berib o'tasiz bo'ldi. Xush ovozlar saydasi, ipek yo'li sadasi, ipek yo'li sadasi, suyguning yo'q chegrasi, xush ovozlar. Rizvongul, mayislamang, lekin sizga yana fursat bor. Yana o'xshashlar. 4 ustozga 5 sekund vaqt berildi. Mayliqni bilgan ustozlarning guruhiga kirsangiz bo'ldi. Ta'tir sinoq boshlandi. 5 4 3 2 1 Nayt absoz Rizvongul. Mushu 5 sekund vaqt nayt uzun bilindi-ku deyman. Lekin sizning bundan keyingi san'at g'oyatingiz nurg'ulg'an bosqichlarni besib o'tib, futuhlarga erishishingizdan chin dilimizdan umid qilamiz. Yipek yo'l sadasi programmamizning sakinasi hamda ishki sizga menga o'chib. Biz sakinlik chiqib o'zimi bir men uchun bir sharaf deb his qilaman. Chunki bu Yipek yo'l sadasi davomlashgani mana bu 7-qaror bo'ldi. O'zim shunchalik hayajonda Mahmud Sulayman ustozningki shogirdi, akamningki Allohga bir kun bo'lsin hisobda o'quvchisi bo'lganimga shunchalik xushalman. Siz mangu bizning guruhning odami. Mangu. Rahmat. Rahmat. Güzel arzu hareketke aylanganda hamma kishi baş parmağını çıkarıdı. Hareketki kelip güzel menzilge yüzlengen Şinjan Başparmak dehqonchilik mahsulotları etish mas'uliyat şirkati naqshiladi kuylangan yaxshilarning baxt belgisi. Başparmak estin çıkarmaz yarni çoğmına. Növbetide sahneye çıkıdığan mayırımız bolsa 2578 numaralık mayır. Hoş geldiniz Subat, mübarek bo'lsin. Tayyorliklar puxtimi Subat? Qiqaslan. Ey, yaxshi. Bunu da əmsə tayyorliklaringizning puxta bo'lganidek, sahnadagi ifodangizning to'lim yaxshi bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Biz sizni arqa sahnada saqlaymiz. G'ayrat qiling. Rahmat. Yaxshimsizlar ko'pchilik. Mening ismim Subat Kerim bo'ldi. O'zim G'uljudan keldim. Hamda nima ishqim shu 7-qaror Yipek yo'li qatnashganim deb kelsak, hamda men kichikimdan Yipek yo'lini 1-qarordan boshlab hozirgacha qadar ko'rib kelyapman. Ham o'zimning qatnashadigan bir orzusi bor-di. Shuning shu orzu armonlarimga yetish uchun ham teximni yaxshi naqshlarni xalqimizga
ko'rsatish uchun shunga İpek Yolu sadosiga qatnashdim. Mesmutsuz bu kimler Asmansın astıca öter küller Geçenler gündüzler çarsızdınlar Yok sen yanımda yok sen Yakar yağmur mesmutsuz bu küller Asmansın astıca öter küller Geçenler gündüzler çaresizler Yok sen yanımda, yok sen yanımda Gerek bulsa gelip getkin bu candan geçey Harmanlarını birgep gitey Gerek bulsa gelip getkin varını biley Man gitey, man gitey Mesmutsuz bu güller Asmansımın astıca öter güller Geceler gündüzler çaresizler Yok sen yanında, yok sen yanında Gerek bulsa gelip ketkin bu candan geçey Hermallarını birgep gitey Bulsa yenip ketkin varını bir ay Man gitey, man gitey Nalan buldu, tamam buldu Kimlerge çalgan buldu Nalan buldu, tamam buldu Kimlerge kalgan buldu Muhabbet, muhabbet Muhabbet Devam buldu, tamam buldu Kimlerge şalgam buldu Devam buldu, tamam buldu Kimlerge kalgam buldu Muhabbet 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 Rayonumuzda güzellikni söygüçi hanım kızlarının aldın talışı bulup kelavatkan.
Ramnidar markasidagi ishonchli grim buyumlari bilan hammamizning yoqtirib ishlatishga muyassar bo'lib kelayotgan Xinjiang Ramnidar xalqaro savdo cheksiz şirkati Mayırlarga omad tilaydi. Adaş yaxshimi? Yaxshi adaş. Yaqin yaqtirandek yaxshi o'nim ishlatsa. Men yaqin bu Ramnidar markasidagi bir yurish mahsulotlarni ishlatayotgandim. Ko'rib boqay. Buning ichida kirpik uzartishlarki, anondan keyin oqartish buyumi bor ekan. Oqartish buyumi bak, teriga bak yaxshi singadi ekan. Ishlatib ko'rib boqay. Ma'qul, rahmat. Men ishlatib ko'rib boqay. Ma'qul. Hörmətli ustazlar, mening ismim Subat Kerim bo'ldi. O'zim G'uljidan keldim. Voy, vaqtda G'uljidan keldim. Bulbeki tas qaldı, o'ynashi yo'q deysiz. Suydundunmu ya? Sayra ketib qolmisin deb suydundunmu ya? Suydundunmu ya? Üzüm o'ylashyapti deb o'ylab emas. O'zing nima ish qilasan deb kasb qila. Hozir o'zim uyda turibman. G'uljining o'zidimi? Ha, G'uljida. Fayziya yalnızma. Yaxshi. Yo'da o'ynagan bolalar bu. Asqar akamning shogirdimiki deb. Asqar bilan tanishamsa? Ha, Asqar akam bilan tanishman. Asqarning laqabini nima qilsa? Baylan. Ona laqabini men qo'yib qo'ygan o. Shunga mening gapimni anglab, men tunji qatda men gap qilishim bo'lgan ekan. Undan bunga ham laqab qo'yma demoqchi-ku. Sağ baylan deb qo'y. Chiching mo'xshay ekan. Qara Asqar yaqin og'inam. Demakchi o'g'lim, men 风格特别适合唱这首歌。Muşunda insan oldu ki bizden grupta yine iki orun badine peki kılıç etmeydi. Aşağı bir cimlamatta san buldu. Cuma? Rahmat. Ken degan gaplarda bu yerda lekindan keyin endi bundoq nazar solsangiz o'ng tarafingizga. Asosan sizga o'xshab ketadigan naqshchilar va ham sizni qatlab qo'yadigan naqshchilar bo'lishi mumkin. Ya yaxshi kelgan ganjota. Menikida qatlamaydigan bolalar chiqadi menikida. Menikiga qarab beqing. Siz bilan qatlaydigan bolalar bormi? Meni demoqchi bo'lganim sizning shu uslubingizni men intayin yaxshi tushunaman. Ham burunmi men rock uslubdagi naqshlarni aytmagan, asosan xalq naqshlarini agar o'zgartib aytib qolsam, to'liq rock uslubida aytman. Uning ustiga ikkinchi qarar Ipak yo'ldagi naqshimizni rock uslubida aytgan, shunday yaxshi topgan. Demoqchi o'g'lim, Asqar akam mening ustozim, bizmi yaxshi o'timiz? Ishlar deydi. Asqar akam bilan urushib qolgan odam yo'q bu yerda. Lekin men sizga Shobayyan deb laqam qo'ymayman-da. Sizni Louxo yoki birmunda Burku degan laqamlarni qo'yib qo'yman. Shobayyan bo'lmaydi ekan sizga. Men bor qo'ysam. Demakchi o'g'lim, bizning guruhimiz, bizning miras guruhimiz sizni qarshi oladi. Sizni men tushunman, meni siz tushunsiz degandek shunchalik rahat aralashib chiqishib qolamiz. Aralashib xato tushunib qoldi. Menda sana mas keldigan bir soat bor. Bakın şoşumun dükkan buldu sen. Şoşumun dükkanı var mı da? Ya xil katta masat, isqimin olamı, xil öz küçünü ko'rsatdi. Masat ne sen? Ustozlar. Masat taqalarni apirib yanjin qilib qo'ygan. Ha, yanjin qilsanglar bo'laverdi, juma hammasi markalik soatda. Demakchi o'g'lim, bu soatni sen o'zingga besim qo'yaman, lekin ustozlar besim qo'yib bordi. Bu meningki, mushu sahnaga necha yosh kirding? 22. 22 yosh kirib, sen mushu holatda Muşu sahnaga kelib, muşu holatda o'rindiganliging uchun mening sana bo'lgan hurmatim, ko'nglim. Rahmat. Ma hurmatni cho'qiraman. Bu yaxshi-ku, men programma. Lekin demakchi o'g'lim, ma'lumlar tanlab bo'lib, yana yaxshi ko'rib turib, bergan bo'lsang, ma'lum ajoyib payz qildi deb qoldi. Tanlab turib, davosang, ma'lum ko'ngil, men bunday o'ylamayman. Ma'lum qilmadim deb turib. Ko'ngilning kayniga kir degan naqshlar bizda onda naqshlar. Sen qara. Inem. Adile'nin grupsi qara, mening grupmandalar sendek uslub naqshlaydigan adam yo'q. Bizning bog'da. Ma baq kirib qolsangiz bir o'xshash teraklikning arasida yurgandek jurasa degan ham, qarab baq. Bizning bog'da o'rik va, olma va, shapil va, sendek menda mazmu turgan qarg'ay yo'q. Shuni o'ylash. Obda o'ylash. O'g'ilchi gaping bormi? Bizning guruhga kirsin bu alayda chichingdekla faqirab turcho'lab chiqib tursa. Chunki seni uslubini naqshlaydigan adam yo'q bizning guruhda. Lekin bizning Kamal guruhiga kelsang, balkim baxting ichilib ketish mumkin. Anda soatning oltin nusini taqishing mumkin. Tirishib, o'zingga pul topqizib, o'zingdan pul qog'izim. Ha, o'g'lim bola, menga yaxshi chiqdi, menga tanlazini bor. Hamda meni bilsa, Subat. Chiqqanini bilishamsizlar? Meni to'lamsa,
Ya seni kontrol sen tunamsın lan. Ya ben demek ki Oyun bana mesele. mana tonumuzni tanlanmay qolamiz-ku biz. Bu yerda o'quvchilar faqat ustozlarni tanlamay biz o'quvchilarni tanlamaymiz. O'quvchilar bizni tanlaydi-ku. Shunlashqa ba'zan o'quvchilar tonib ketishi bilib ketishi notayin. Shunlashqa shu sabab bilan so'rg'ayrim meni tonamsa. To'na qanchasimi? Dadam bilan anamdan boshqa hech kim turmaydi. Ammo 22 yoshga kirib mushu 20 necha yoshlik bolalar men sizlarga rasmiy qoyil bo'ldim juma mushu 5 gruppadagi bu qayerda mushu Ipak yo'li programmasiga qatnashgan mushu 20 necha yoshlik 10 necha yoshlik bolalar men sizlarga rasmiy men qoyil. Qani Ama biz rivoyat ko'ribmiz, seni qizg'in qarshi oladi, pikega tushsa, tushib qolsang, sen tanlayman deyman sen. O'zingning yeshig'i Moskvaga kichikroq mayil qo'llab qilsang bo'ladi, ammo seni qizg'in qarshi olamiz. Rahmat. Mümkün bo'lsa Zahir akamdan ko'ribsa kirsang shu mayni biz tanlab bergan bo'lsa, Zahir akam sana ras qiziqamdi, yo'qmi biz bir sinab boqqan bo'lsa. Anda foyda yo'q. Ben Zahir Şah Ustaz Talay. Oh. İpek yolu sadası, suygunun yok şigrası, hoş havazla sen. Kalsın lıytanlar hep sen olsun be. Rapçiler. Әмсе Пәрхат Халық ұстазының «Izladim» деген нақшыны сұнған болсам. Gönlümün aramıyor, güley dep mu gülelmeymen, keçide ayıp olmasan, sen hayal mu yürelmeymen, keçide ayıp olmasan, sen hayal mu yürelmeymen. Stop. Oldu. Isi. Men davamlıq şu Asqar Seyit ustazның Dilbar namlıq naqshini o'rlab bergan bo'lsam. Qalbimning tarsi çekilgandi, sazımning tarsi. Sevindim seni Dilbar. Qalbimning tarsi üzülgandi, sazımning tarsi. Sevindim seni Dilbar. Sevindim. Stop. Dilber. Hoş, Zahirka. Subat, İlham. İkisinin birisini tanlab birsiz endi. Onda olsa sizning tanlashingiz? İlham birinchi maydonda naqshini angladinglar, manglar, ustozlar, saboqdoshlar. İlham haqiqiyligi hissiyotga balki garchi o'zi kichik bo'lsa-mu, hissiyotga pishgan yaxshi naqshchi. Subatmi garchi yeshi kichik bo'lsa-mu, yaxshi etdi naqshini. Ikkilisiga qoyil. Men mushu tanlash bo'lmay qolib qolsa, men bu ikki balani ham emas, mushadiki bütün hamma bolalar hammanglarni men yig'ib olib soatda qatsam nima? Xohlagan usulda qo'limizdan kelishicha hammanglar bilan birga mang'im borchu meniki. Men bek yaxshi ko'raman sizlarni. Kasbimizni shunday yaxshi ko'raman. Mening tanlashim men İlhamda chang turaveray. İpek yolu sadası, suygunun yok şigrası, hoş havazla seynası. Subat, sana rahmet. Ama ko'nglingda sen belki meni
xil yomon emas bilishing mumkin. Azroq bo'lsin-chi? Hozirgi mavo ish seniki keyingi yo'langa hargiz to'sqinlik bo'lib qolmasin inim. Bugundan boshlab sen mening odamim. Xotirjam bo'l. Sen mening odamim. Subat 7-ci qarar Hojon Yipek Yo'li Sadasıdagi musobaqangiz mishada oyoqlashgan bilan, lekin sizning san'at hayotingizning hozir hammadan endi boshlang'usi. Qani unda qolsa, o'zingizning ko'ngil so'zini ustozlarga bir berilgan bo'lsangiz. Marhamat. Barcha ustozlarga ko'p rahmat aytaman. Yani shuna bilan birlikda mana meni berib ota-onamga, mana shu o'zimning ustozlarga, mana tarbiyalagan barcha hammasiga ko'p rahmat aytaman. Hamda mana Yipek Yo'li 7-ci qarar Yipek Yo'li Sadasıga chiqqanimdan shunda xush olaman. Yani shuna bilan hammalarga ko'p rahmat. Rahmat, sizga rahmat. Ustozlarga salom. Sog' bo'ling. Mında olsun. Bizninki programma gruppasidan sana bir dast gül ketdi hamsa. Rahmat. Subat degan gap, süpet degan gap, salabti ba degan gap-ku. Salabting baken, süpeting baken, ovozingning süpetimi baken. Şunlaşqa seni programma gruppasidan o'ylashib, Münevver Nakşi deb hozir bekitdik seni. Şunlaşqa sana çok nurg'un fursat bor. 8-ci qarar Yipek Yo'li Sadasıga bevosita qatnashsang bo'ldi. Rahmat. Yeşil tortib berdik sana. Şu herkes meclisden mesleğe yeşil çıkken bir yerim nakşine ravrs okup aldın mübarek olsun. Hepimiz oldu. Rahmat. Yüresine ağaç gideyim mi ya? Bana, ben bile düşsen korkmaysa. İnsan degen haman hılnime Biz kökleymiz şuna gayime Birinci derecelik mukofotga erishgan Mayerni Xinjiang Hojun Sochek şirkati 20 ming yuan qiymatidagi pianino bilan mukofotlaydi. İkinci derecege erişken Mayer'imizin bo'lsa, Xinjiang Miras şirkati 15 ming yuan qiymatidagi elektronlik qurilma bilan mukofotlaydi. 3 derecelik mukofotga erishgan Mayerni Xinjiang Kamal Sochek şirkati 10 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan tartiblaydi. 4-chi bo'lgan Mayer'in bo'lsa, Xinjiang Boshbarmoq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat şirkati 5 ming yuan qiymatidagi gitar bilan mukofotlaydi. 5 derecege erishgan Mayer'imizni Xinjiang Ramnidar Xalqaro Sochek şirkati 3 ming yuan qiymatidagi tutlar bilan mukofotlaydi. Kishiga nurg'un go'zallik mujassamlangan. U ba'zida sirliq, ba'zida nafs, ba'zida jalbkor bo'ladi. Go'zallikda yuksalish uchun nurg'un sinoqlarni boshdan kechirishga to'g'ri keladi. Men go'zallik yo'lida kaskinlik ham talabchanlikdan to'xtab qolmadim. Bu yo'limdagi hamrohim Ramlida. Yipek Yo'li Sadası, söygünün yok çehresi. Kuş avazda seynası Yipek Yo'li Sadası Yipek Yo'li Sadası Söygünün yok çehresi Kuş avazlar seynası Yipek Yo'li Sadası Kadın İpek Yo'lida jaranglaydı qo'ng'ira Kitek kengri dalaga kuy naqshimiz bekira Kumush tog'lar cho'qisi nur qaytidi yurakka Kuch berdi naqshimiz tümelligen çiçekçe Kuş berdi naqshimiz tümelligen çiçekka Yipek Yo'li Sadası Söygünün yok çehresi Hoş avazla seynası Yipek Yo'li Sadası Yipek Yo'li Sadası Söygünün yok çehresi Hoş
avazlar səydası İpək yolu sadası İpək yolu sadası Söygünün yok çigrası İpək yolu sadası Kuş avazlar səydası Qadim ipək yolida Caranlaydı qoğuraq Gider qəvri dalağa Köy naxşimiz bək yiraq Bir yürəkdən bunlar köy Göz açıdı səhərdə Bir yürəkdən bunlar köy Göz açıdı səhərdə Ul eşidı toyğa toy Bəxtləb səfərdə İnsan düşər səfərdə Bəxti günlər səhərdə İnsan düşər